Dada, bu yil Xudo xolasa 2026-yilda shunday fayzli xonadonlarda maza qilib yashash nasib qilsin deb bitta niyat qilib qo'ydim. Mana ko'rib turgan yaqinlarimiz ham bo'lsa, shunaqa niyat qilayotgan bo'lsa, bitta lashchani bosib, shunaqangi uy qaratayotgan yaqinlarga maksimal tarqatib tashing. Sizdan bitta yaxshilik bo'lib qoladi. Bu uyimizda juda ham chiroyli, fayzli xonadon. Qarang, priborlargacha olib kelib qo'yganmiz. 117 kvadratni umumiy maydon tashkil qiladi. 4 xonadan iborat, oshxona bilan zal studiyaviy variantda qilingan, Yevro standartda qilingan. O'zbegim kompleksida bo'ladi bu xonadonimiz. Kelinglar bitta-bitta tushuntirib beraman. Kirishdan boshlaymiz, kelinglar. Bu xonadonimiz 14 etajli o'zbegimda qurilgan domni 10-etajda joylashgan, vid katta ko'cha, Bobur ko'chaga qaragan. Kirishimiz mana bittadan boshlanadi, mana bitta полный стройный shkaf. Sanuzulimiz ikkita. Bu birinchi sanuzulimiz bo'ladi. Qarang, sanuzullar anchagina katta, siralkani shu joyga joylab qo'yganmiz. Juda ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Bu esa ikkinchi sanuzul, tahorat uchun ham joylarni moslab tashab ketganmiz azizlar. Patologimiz ham anchagina baland. Bu yerda shkafni zona qilingan, eshiklarimiz ham hammasi juda ham sifatli eshiklar qilingan. Kelinglar, endi shu yana bir bor zalni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mehki o'tiradigan zona, bu yerda 75 tali televizor, bu yerda 6 tali o'tiradigan zona, bu yerda xolodilnik, pribor gazlarimiz bu yerda joylashgan. Uyimizda 100% ko'plik pol, dvorimiz juda chiroyli, o'zbegim kompleksini bilganlar bilishadi, rosa chiroyli. Bu yerda esa bitta detskiy xonamiz joylashgan. Gulxo'y xona yo'q, bu yerda ikkita katta oynasi, qarang, shkaf, hamma narsasini tayyor holatga qilib qo'yganmiz. Narxini oxirida aytib o'tamayizlar. Videoni ozgina vaqtingiz aymasdan ko'rib turinglar. Va bu yerda kattagina hol, bu yerda kitobni zona qilingan, dekorni zona. Bu yerda ham ikkita stol qo'yib, stulcha qo'yib, bemalol o'tirsangiz bo'ladi gaplashib. Kelinglar, yana bitta katta spalni ko'rib chiqamiz. Har bitta spalnimiz juda ham katta, prostorniy qilingan, juda ham keng, shinam, patologi baland, oppoqqina qilingan, полностью атаченто. Shkaflarimiz полный loftdan qilingan, hozirgi modadagi shkaflarimiz azizlar. Qarang. Juda ham chiroyli qilingan uyimiz. 117 kvadrat, 4 xona, o'zbegimda joylashgan, zakriz dvor, detskiy plashatkalari juda ham chiroyli. Endi men spalnini yo'qsa bitta like qizartirib qo'ying, mana shu joyda qarang. Kengligini, kattaligini qarang. O'zi asli buni bo'lib ikkita qilib olsangiz ham bo'ladi asli. Lekin bitta qilishgan, katta qilib, pol bu yerda shkaf, patologgacha shkaf qilingan. Bu yerda hozir men maksimal harakat qilaman, ko'chani ham ko'rsatishda sizlarga mana azizlar. Ko'chamiz, Bobur ko'cha, aeroport juda ham yaqin masofa. Bu yerda Piramid Tower, chap tomoni Piramid Tower. Qayta planshni oching, qayta yoqing. Xo'p, bu esa Bobur ko'cha, katta ko'chaga qaragan oynalarimiz, o'ng tomon Bobur ko'chamiz, aeroport chap tomonda Piramid Tower bor. Katta yo'lning yuzida joylashgan. Lokatsiya qisqa qilib aytganda juda zo'r. O'zini hashamatli xonadonda yashayman, dvorim ham velikolepniy dvorlardan bo'lsin desangiz, aynan bu xonadon aynan o'sha insonlar uchun bo'ladi. Chunki dvorimiz rosa chiroyli, qushlargacha bor, plashatka, futbolniy zonamiz bor, disk plashatka, podzemnoy parkovkalar bu yerda qisqa qilib aytganda 24/7 aqlan turadi. Yana svet, gaz, suvdan muammo yo'q. Hamma joyga, Toshkentda hamma joyga udobno lokatsiyada joylashgan bu xonadon. Narx keladigan bo'lsa 225 ming so'raymiz, yana sunnatiga o'tib beramiz. Lekin bu kompleksda 117 kvadratli, 4 xonali 225 mingga topish juda qiyin azizlar. Qisqa qilib aytganda, like-chani bosib do'stlarga tarqatib qo'yinglar. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Hammalarni yaxshi ko'raman. Bizlarni qo'llab-quvvatlayotgan muxlislarimiz, do'stlarimiz hammaga tashakkur etaman. Ko'rishganda ko'rishguncha Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, sog' bo'ling.